Ochishni bossalaring, o'zi pastga tushib beradi. Bagaj ochishni bossalaring, migalkamiz yonib beradi. Obunachilarimizga assalomu alaykum. Bugungi kunimizda Cobalt avtomobilimiz olib qo'yildi. Avtomobilimizga Yakidon nomi postavkasini qilib berganmiz. Ahamiyat berasizlar. Ochishni bossalaring, o'zi pastga tushib beradi. Bagaj ochishni bossalaring, migalkamiz yonib beradi. Migalkamiz palajenisi ham ko'p. Yana bossalaring o'chadi. Quflashni bossalaring, yana o'zini holiga qaytib qoladi. Ahamiyat berasizlar, o'ta tez ishlayapti. Bu narsa zavodskiy stokoviy holatda o'zi 12 voltga ishlaydi. Biz 24 ga yana ham mashinaga qo'yib yuborganmiz. Razoriga ham ahamiyat berasiz. Non kelgan. Ko'pincha savollar keladi. Yon boshdan tortib ko'rsa bilinib qolmaydimi deb. Umuman bilinmaydi. Shu bilan tortyapman, zazori chotib turibdi. Tepalariga ham ahamiyat berasizlar. Ishimizni 30 darajada sifatli qilib berganmiz. Orqa qismini ham ko'rsatib beraman sizlarga. Ishlashlari tez. Razorlari ham chotki kelgan. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar.